diyorimizda bo'layotganlarni, har bir holatni Alloh bilguvchi va har bir taqsimotni Alloh qiladi buni. Demak, chet elga borgan, ishlashga borgan odam namoz o'qimasin, halol va haromga qaramasin, bosib ishlasin degan joy yo'q. Birodar, ibodatingizni ham qiling. Siz musofirsiz, ko'proq duo qiling. Alloh musofirni eshitadi. Qarang, duo qiling. Ibodatni chetga suradi. Biz bilan yurgan vaqtda 5 mahal namozda, jumalarda qatnashadi. Musofir bo'lgandan keyin ishga borganida umuman namoz ham o'qimaydi. Nega? Biz domla deydi, ishlashga kelganmiz. Baquvvat ishlaylik, keyin ibodatni qilib olamiz deydi. Birodar, agar rizqning ko'p va kamligi ishlashda bo'lganida edi, ulamolarimiz aytadilar, dunyodagi eng boy eshak bo'lardi. Agar ishga nisbatan, mehnat, qattiq, og'ir mehnatga nisbatan rizqning kamligi va ko'pligi bo'lganda boshqalar boy bo'lib ketardi. Dunyoda rizqni taqsimoti Allohdan, birodar, Allohdan so'rang. Boshqa masala yo'q. Musofirda yurgan, ular musofir, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Mazlum bilan, ya'ni zulm ko'rgan odam bilan musofirni Alloh duosini ijobat qiladi dedilar. Bo'ldi, musofirda yurgan